Assalomu alaykum, aziz saxovatpesha insonlar, musofirda yurgan vatandoshlar. Oilamizga sinov kelib, 2 yilcha bo'lib qoldi, yurolmay qolganman. Diagnostika markaziga borib, tekshirtirganimda menda gonoartroz, ya'ni ikkala tizzamda suyak yemirilishi tashxisini qo'yishdi. Vrachlar endoprotez qo'yish kerak deyishdi. Bir qancha kasalxonalarga borib, yotib, davolanib, lichinalar olib kelyapman. Hech qanday foydasi bo'lmayapti. Endoprotez, vrachlar aytgan endoprotez anchagina mablag' turar ekan. Shu mablag'ni yig'ishga biroz qo'limiz kaltalik qilib turibdi. Sizlardan iltimos, shu operatsiya uchun yordam so'rab, ming xijolatda murojaat qilyapman. Iltimos, yordamingizni ayamanglar.